Assalomu alaykum. Bugun skanari kitobidan 10.016-misolni ko'ramiz. Demak, aynalar berilgan, aynalarni 90 gradusli yoyiga ichga aynalar chizilgan. Shunda R ni topish kerak. Mana katta R aniq bo'lsa. Demak, bu aynalarni biz salgina to'ldiramiz. Uchburchakni. Shunda mana bu to'g'riburchakli uchburchak bo'ldi. To'g'rimi? Demak, mana bu bitta markazi bitta, mana O1 deylik. Mana O. Demak, O1 mana masalan M, masalan mana F, masalan mana K deb olsak. Masalan, endi qaraylik. Bu yerda mana bu gipotenuzani yarmiga teng. OM bu FK ni, demak mana bu bilan bu teng bir-biriga keladi. Demak, mana radius bo'lsa, mana bu ham radius. Demak, FO'miz, mana FO'miz bu R ilzosida 2 ga teng bo'ladi. Demak, mana R bu yoqda ham R ku. Demak, R ilzosida 2 ga teng bo'ldi. Demak, bu endi mana yerdan bunday qilsak, mana 90 gradusda tushadi. To'g'rimi? 90 gradusda tushsa, mana bu ham 90 gradusda. Mana burchakni biz masalan alfa desak, demak, bu burchak alfa bo'lsa, mana bu 90 minus alfa, 90 minus alfa. Mana bu esa 90 plus alfa. Mana yer 90 bo'lsa, 90, mana yer esa o'zi demak, ikkalasini yig'indisa, mana bu esa 90 minus alfa ekanda bular. Demak, bu ikkalasi 180 ni berish kerak, bu ikkalasi ham 180 ni berish kerak. Demak, shundan o'xshash uchburchaklar mana O1 mana tochkani L desak, L shu o'xshash ekan uchburchak OM F ga. Demak, burchaklarni aniqlab oldik. Demak, bu alfa bo'lsa, bu 90 minus alfadan o'zi. Demak, shundan mana kichkina r ni bu katta r ga nisbati, xo'p, kichkina katta r ga nisbati mana tomon esa r ku. Mana tomon r minus. Demak, mana gipotenuzani bu gipotenuzaga nisbatini olamiz. Bu esa katta R minus R bo'lingan R ilzosiga 2 ga. Demak, mana ular qisqarib ketsa, demak R ilzosiga 2 ga teng bo'lar ekan. R minus R ga buni bu yoqqa o'tkazamiz. R ni chiqarsak, ilzosiga 2 plus 1 teng R ga ekan. Kichkina R ni topsak, R taqsim ilzosida 2 plus 1. Irratsionallikdan qutqarsak, R bu ilzosida 2 minus 1 bo'lar ekan. Shu yechim.